erkak borki, ayol juda ko'p energiya sarflaydi. Oila qurildimi, ayol juda katta energiyani oilaga berib boradi. Ya'ni qanaqa beradi? U farzand tug'adi, farzand tarbiyalaydi, juda katta vaqt ajratadi, juda katta mehr, juda katta energiya ajratadi. Erini parvarishlaydi, farzand farzandni yaratadi. Erkakning kiyimlarini dazmollaydi, yuvib beradi. Erkakka hamma qulaylik yaratib beradi, ovqatlarini tayyorlaydi, issiq muhit yaratib beradi, bayramona kayfiyat yaratib beradi. Uyni to'liq tartibini olib qo'ygan, erkakni ko'ngli joyida, farzandi to'q, farzandi issiq, farzandi yuvilgan, taralgan ayol qilib o'tiribdi. Erkakni ko'ngli joyidaligi uchun u borib ishlab kela oladi. Endi tasavvur qiling, ayol yo'q bo'lsa, erkak borib ishlab kela oladimi? Bitta xayoli farzandda, bitta xayoli uyda, u maktabga bordimikan, bormadimikan? Mana erkak bo'linib ketadi, sochilib ketadi va erkak pul topa olmaydi. Bitta xayoli uyda, bitta xayoli farzandda, bitta xayoli ishda. Unaqa erkak pul topa olmaydi. To'liq ayol juda katta mehnat qilyapti uyni ichida. Shuning uchun erkak xotirjam borib, butun diqqatini ishga qaratyapti. Erkakning pulini 50% ayol kishining puli hisoblanadi va ayol uni mehnat qilib topayotgan bo'ladi. Lekin bizda qanaqa erkaklar anchagina qisqanchiq. 50% pulini hech qachon ayolga bera olmaydi. Va normal juda qisqanchiqlik karmalardan chiqib kelganmiz, juda qashshoqliklarda yashagan tajribalarimiz bor va erkaklar ham hech ko'rib o'smagan 50% pulini xotiniga berib, "Mana bu seni mehnating" deb aytgan otani tarbiyasini olib o'smagan. Va shuni hisobiga normal, agar erkakning 20% pulini ayol olib butunlay o'zini xohishlariga ishlata olishi. Ya'ni salonga boradimi, kosmetologga boradimi, nima qiladi, dam olib keladimi, dugonalari bilan ko'rishib keladi, nima energiyaga to'ldiradi. Normal 20% pulini olib ishlata olishi. Даже men qo'shilaman, erkak 20% pulini ayoliga oylik qilib berishi va uni so'ramasligi, nima qilib ishlatyapti, qayerga ishlatyapti. Mana shunaqa holatni yaratib olish kerak. Mana shunda borliq qonun to'g'ri ketayotgan bo'ladi. Erkak pulda o'saveradi va ayolni ham ko'ngli xotirjam. Ayolni ham har doim erkakning puli o'sishida xohish bo'la oladi ichida. Nimaga xohish bo'ladi? Tasavvur qiling, eringiz 10 million olyapti, har oy 2 million beryapsiz. Yoqimli. Siz o'ylaysizda, erimning puli 20 million bo'lsa edi, menga 4 million keladi. U qanday yaxshida? Erimning puli 50 million bo'lsa, menga uni 20% qancha bo'ladi? 10 million keladi. Qanday yaxshida? Ya'ni siz xursand bo'lib borliqqa mana shu signalni berdingizmi, eringizni puli oshib ketaveradi. Agar erkak to'laqonli o'tib qolgan bo'lsa mana bunaqa narsaga, faqat o'zini rasxodlariga ishlatadi, farzandlarga arang-tarang beradi, berganda xotiniga umuman bermaydi. O'zing ishla, o'zingni puling bor-ku, ishlayapsan, pulingni qayerga ishlatyapsan, nega mendan pul so'raysan deb oila bunaqa holatga kelib qolgan bo'lsa, ayol juda katta energiya yo'qotadi. Chunki hali sanab o'tdim, oilada nima ishlar qilishini ayolida. Shuncha ishni ham qiladida, u buncha ishdan keyin kuch topish kerak edi, o'zini ishini qilish kerak, o'zini ishidan qilib, pulini o'ziga ishlatish kerak. Bu yoqdagi energiyachi erkakka. Erkak tekin energiyani olib yashayapti. Nima bo'ladi? Biz energiya olib uni qaytarib bermasak, borliq qonuni bo'yicha nima bo'ladi? Bizga balans keladi. Bizning pulimiz oshmaydi, bizning pulimizda chiqim bo'ladi. Erkakda chiqim bo'laveradi. Ya'ni shtraflar keladi, qayergadandir qasriga kirib qoladi, chiqib ketadigan pullar bo'ladi. Ayoli pulini bermayapti chunki. Mana shunaqa holat bo'ladi. Endi bu narsani juda tezda to'g'rilab olish kerak. Ba'zi bir ayollar даже 100% pulini menga yaqinda bitta mijoz aytdi, 100% pulini erimga beraman. Erim anaqa taqsimlab beradi, nimaga ishlatishimiz, shunga ko'ra ishlatamiz dedi. Mumkin emas bunaqa qilishim. Ayol to'liq 100% pulini eriga berishi va erining ruxsatiga ko'ra ishlatishi. Bu oilani degradatsiyaga olib ketadi. Oila o'smaydi, rivojlanmaydi pulda. Ayolni o'zi ham xohishi yo'qolib qoladi pul topishdan. Chunki ma'no yo'q. Pulini ko'paytirsa ham baribir eri ruxsat berganiga ishlatadi, ko'paytirmasa ham eri ruxsat bersa ishlatadi. O'zingizda to'liq xohish bo'lganda qanaqa har doim nima xohlasangiz bera olasiz. Qachon xohlasangiz ishlata olasiz bu pul. Unda inson o'zini pulini oshirishga xohishi bo'la oladi.